qachon xato qilmagan inson hech narsa qilmagan insondir deydi. Shunday ekan, xato qilishdan, yangi tajribalar orttirishdan, yangi xulosalarga kelishdan charchamasligimiz kerak. Endi xato desa o'zimiz borib xatolarni ichiga otmaymiz, lekin inson bir harakat qilar ekan, o'zi uchun notanish bo'lgan bir yo'lda yurar ekan, xato qiladi. Agar hayot kitobini to'g'ri o'qiy olsangiz, xatolaringiz siz uchun qanchalik foydali bo'lganini anglab yetishingiz mumkin. Masalan, orqaga qaraymiz va biz qilgan xatolar kelajakda bizning hayotimizga qanday ta'sir qilganini o'zimiz uchun tahlil va taftish qilishimiz mumkin. Bu boyagi yuqoridagi nima 6-si bu lahzada yashang deydi. Ya'ni bugunni yashang. Boya ham shunga o'xshagan bir qism bor edi. Men kelajak haqida aslo o'ylamayman deydi Einstein aytadi. Chunki baribir kelajakdir u. Kelajakdir. Kelishi aniq bo'lgan, lekin o'zi mavhum bo'lgan. Kelajak haqida qayg'urishning eng to'g'ri yo'li haqida aytadi. Ayni yashayotgan kuningizni deydi, to'g'ri yashashingizdir.